Rahman ve Rahim bolgan Allah'ın ismi bilen başlayman. Ramazan mektupları 20. kısım. Din ahlaqdır. Roza peygamberlik yılının 15. yılı. Hac 19. yılı. Cuma 13. yılı. Zakat 12-15 yılı arası. Hicab 12-15 yılı arası da perez kılındı. Lekin insani muamele, edep ahlaki peygamberlikning birinci minutla perez kılıngan idi. Belki bu ademilik ahlaklar peygamberlikten ilgirmi insaniyette var idi desekmi hatalaşmaymiz. Fakat peygamberimiz ana şu ahlaklarni kamalatga yetkizish uchun kelgandir. Masalan, ahdiga vafo qilish, o'zaro mehr shafqatli bo'lish, rostchil va samimiy bo'lish, ota-onalarga yaxshi muomala qilish, yetim, miskin va tul ayollarga ega bo'lish, hojatmanlarning hojatidan chiqish, qulluqqa qarshi turish, zulmga qarshi turish qatorliqlar. Peygamberlikning birinchi minutidan boshlabla farz qilingan edi. Undaqda islom qurilishining asosi tavhid, ondan qolsa insoniy axloqdir. Hazreti Peygamberning degandek axloqi yo'qning iymoni yo'qdir. Va yana marhamat qilganidek, men faqatla insoniy fazilat va adab axloqi kamolatga yetkizish uchun avatildim. Ahmad va Bayhaqi rivoyati. Axloq inson fitratida tug'ilishdan bor bo'lgan narsadir. Onun uchunki xalq, xoliq, maxluq, xilqat, axloq deganlar bir kalimadan turtilgan bo'lib, xalq xalqlar, xoliq yaratuvchi, maxluq yaratilg'uchi, xilqat yaratilgan shakli, bo'lsa yaratilishda o'zida bor degan ma'nolarda. Undaqda insonning yaratilishida bor bo'lgan axloq atrofi, ota-onasi, muhit orqali buzilgan yoki usti o'tilgan bo'ladi. Undaqda axloq, tabiiy axloq, kasbiy axloq degan turga ayrilib qaralishi mumkin. Kasbiy axloq deganda insonning bor bo'lgan tabiiy axloqini yaxshi yoki yomon tarbiya bilan har ikki tarafga yetildirish degandan iboratdir. Haqiqatan Alloh kofirlarni xor zar qilguchidir. Tavba surasi 2-oyat. Haqiqatan Alloh huzurida eng xor inson kofir insondir. Sura Furqonning 44-oyati. Ular hayvondan tuvandir. Buning shohididir. İnsanlarning eng go'zali axloqi go'zal bo'lganidir degan hadismi chunqur ma'nodadir. İnson o'zining tabiiy axloqini bulg'amasdan yetildirish bilan malaikadan ustun bo'ladi. Bulg'anish bilan hayvonlardan vahshiy va tuvan bo'ladi. Ki dunyoning realligimi buning ayon-shayon dalilidir. Kafir demek öz fitrati, tabiatini, tabiatsizlik bilan, aqli, vijdonini jahiliyat bilan yapqan, shundaqla o'z-o'ziga yatlashgan, o'zi bilan kelishmagan insondir. Aksicha bo'lgan mu'min o'z fitrati bilan yatlashmagan, tabiat bilan kelishib yashagan, o'z fitratini yo'qotmagan, o'zi bilanla emas, koinot bilan kelishib yashagan, ularga go'zal axloq bilan yaqinlashgan, u axloqning chekisi bo'lgan sevgi, muhabbat bilan qaragan insondir. Peygamberning axloqi Qur'ondir. Oysha onamizning peygamberning axloqi Qur'on edi degan so'zi buning shohididir. Alloh mundaq deydi: "Ey payg'ambar, sen eng yuksak axloq egasidirsan." Qalam surasi 4-oyat. Uningga sahobalari: "Ey Muhammad, Allohning sana ato qilgan melidan bizga bergin. Sen bizga ota-onaning melidan bermaysan" deyalaydi. Payg'ambar: "Mening fohisha qilg'im kelib ketdi. Bana ruxsat qilsang" deganlarimi bo'lgan edi. Payg'ambar uningga xafa bo'lmasdan: "Ey yosh, agar qilinguchi taraf sening onang, ochang yoki singling bo'lsa, rozi bo'lamsan" deganda, u yosh "Yo'q, qat'iy rozi emasman" deganida, undaqda senga o'xshashlar boshqalarmi rozi bo'lmaydi emasmi deb ogohlantirgan edi. Masjidga o'ri turibla siyib qo'ygan sahobinimi ayblamasdan go'zalcha nasihat qilgan edi. U har qanday birning so'ziga quloq soladi, har bir hojatmanning hojatini ravo qilishga tirishadi. So'rag'anlarni quruq qo'l qaytarmaydi. Bo'libmi yetim miskinlar, ojizlar deganda ularning yonida tik turadi. Kuchliklar bilan emas, ojizlar tarafda turadi. Alloh uni ogohlantirib turadi. Ey payg'ambar, atigan oqshimi Allohga pichirlab yolvurdiganlar bilan billa bo'lgin. Qalbi g'ofil, Qur'ondan uzoq, havoyi havisiga ergashgan odamiy shaytonlardan uzoq turg'in. Kehf surasi 28-oyat.
Kichoğlar bilan suhbat ekan Abdullah ibn Maktumdan iborat ko'r sahoba qilgan muomalasi tufayli Hazreti Payg'ambar eg'ir deshnam qilingan edi. Payg'ambar u odamni ko'rgandila, meni Rabbim uning tufayli ogohlantirgan zot deydi va o'z to'nini uningga ko'rpa qilib beradi. Keyin u kishini Madinaga o'z o'rniga valimo qilgan edi. Mana bu payg'ambardagi Qur'oniy axloq edi. U inson Qur'on edi. Qur'on bo'lsa ko'z oldimizdagi qiyomatga qadar o'qiladigan Qur'on. Payg'ambarimiz bo'lsa hayot inson Qur'on edi. Undaqda Qur'on bilan axloqlanmoq Muhammad alayhisalomning axloqi edi. Duo va salom ila.